Tadbirkor fuqarolarning sizlarning bezakdagi uchrashuvga o'tkazib o'tirmiz. Uchrashuv o'tkazganda kreditlar berib orqali жаңа жұмыс орынларын жаратылғанда tadbirkorligimizni kengaytirish maqsadida. Buning uchun bizlarda Agrobank xo'jaligi filialimizda 312 sonli qarorga asos tadbirkorlar uchun 100 millionga kelgan bezovli kreditimiz var. Bunun faizi erkek adam uchun 21%, ayol adam uchun 19%'dan. Kreditler verildi. Yani bunun imtiyazı 2 yıl müddetli imtiyazı var. Yani öz biznesimizni yo'lga qo'yib, bozorimizni topib ketemediğin için 2 yıl müddet var. Bundan tashqari жұмыссыз fuqarolar uchun biznesga ko'mak, mahalla loyihasi, biznesga birinchi qadam degan kreditlerimiz var. Ularning faizi erkek adam uchun 25%, ayol adam uchun 23%, yani ayol adamlar uchun yana 2% imtiyozlarimiz var, yengillikler.